Assalomu alaykum hurmatli gadjetshnavandalari, hurmatli youtuberlar, aka, uka, opa, singillar. Mana smartfonni sevadigan xalqim, elim. Bugungi dasturimizda sarlavhasidan ko'rib tushunib turibsiz. Vivo Y500 telefonni obzor qilamiz. Bu telefonimizni Xitoydan olib kelishga bizga Globing kompaniyasi yordam bergandi. Undan oldingi videomizni ko'rmagan bo'lsangiz, o'sha hit bo'lgan Xiaomi 17 Pro Max telefonlarini Xitoydan O'zbekistonga qancha bilan olib kelishni biz haqida video qilgandik va ancha-muncha yaxshi ko'rildi va mana bizni Samarqandlik bir mijozimiz, "Aka, oling, bemalol telefonni obzor qilsangiz bo'ladi" deb berganlariga biz mana obzor qilyapmiz. Men o'ylaymanki, bugungi dasturimiz sizga juda ham ma'qul keladi. Dasturimiz yanada maroqli bo'lishini xohlasangiz, qo'lingizga bir piyola issiq choy yoki bo'lmasa muzdekna sharbatni olasiz va bugungi dasturimizni boshlaymiz. Demak, aziz do'stlar, bu posilkamizni buyurtma berganimizdan keyin bizgacha ro'ppa-rosa bir oyda yetib keldi, lekin tezroq yetib kelardi. Afsuski, o'rtada bojxona rasmiylashtiruvlari bordi va shuni hisobiga. Bu yerda ikki kishining posilkasi bor. Mana hozir sekin ochib ko'rsatamiz. Vivo Y500 korobkasi oddiy, hech nima bilan deyarli farq qilmaydi. Vivo hammasi oddiygina. Katta qilib mana Y500 yozilgan, 5G ekan, keyin yana 8 ga 128 talik modeli ekan. Bismillah deb ochishni boshlaymiz. Aziz do'stlar, agar sizlarga ham qanaqadir shunga o'xshagan telefon kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Pastdagi telefonlarga biz sizga mutlaqo bepulga hisoblab qancha bilan kelishini aytib beramiz. Demak, bu telefonni o'zi mana komplektatsiyasiga kirishini ko'ramiz. Bu yerda juda ham zo'r, skripkacha, kichkinagina, mana ko'rsangiz bo'ladi. Simi juda ham qalinggina, baquvvat, yaxshi, firmenniy qonun qilingan. Blachok bilmayman, xuddi meniki 100 wattli blachokga o'xshaydi, lekin bu yerda 90 watt yozgan ekan. Farqi yo'q, juda ham tez quvvatli beradi. Vivo Y500 telefoni haqida hech qanday ma'lumot olganim yo'q, ko'rganim yo'q. To'g'ridan to'g'ri hozir mana birdaniga obzor qilyapman. Baholi qudrat, qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Chexoli xuddi o'sha Redmi'larnikidek ajoyib sifatli Vivo yozilgan, orqasida katta shaybasi bor ekan. Endi telefonni o'ziga mana yetib keldik. Shaybachasi, orqadagi kamerasi juda ham ajoyib, kattagina ekan. Sizlarning ishlaringiz qizdirmasdan sekingina ochamiz. Mana chiqdi. Yana egasiga akkuratgina qo'yamiz. Egasining roziligini olganmiz ochishga. Rangi ajoyib, dizayni xuddi zamonaviy telefonlarnikidek, 4 burchak, iPhone akalarnikiga o'xshab ketadi. Demak, matoviy, qo'l izi qolmaydi. Bu juda ham ajoyib. Mana bu yerda spishkachani ajoyib xuddi bir kameraning ichiga joylashtirgandek joylashtirib olgan. Agar ko'rayotgan bo'lsangiz, keyin bu yerda bitta kamera, tepasida kamera yo'q, qanaqadir yo'q o'xshayapti. Past qismida bu yerda bizda SIM karta, mikrofon, Type-C, yana mikrofon va bu yerda kolonka. Boshida har doimgidek bu yerda o'chirib yoqish tugmasi, ovozni past baland qilish, tepa qismida e'tibor beramiz, kolonkalarning soni anchagina ekan, yana plus bu yerda mikrofon bor ekan. Demak, yonboshida eshitma yo'q va biz telefonni sekingina yoqib, hozir qo'ldan kelgancha obzor qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Demak, aziz do'stlar, mana hozir ko'rib turibsiz, tashqi ko'rinishi umuman bilmayman, bir xayolimda bir ajoyib, zamonaviy. Hamma narxiga qiziqayotgandir. O'zbekistonga qo'lingizga yetib kelishi, bizning xizmatimiz yo'l kiralari bilan billa 2.660.000 ni tashkil qiladi. E'tibor beramiz. Yo'qdik, Origin iOS deyapti bu yerda. Ramkalarini qaranglar, nafis, umuman ko'zni og'ritmaydi. Juda ham go'zal, bir boshqacha gap yo'q. Bu yerda mana tilni tanlasa bo'ladi. Mana deyarli xitoycha, qanaqadir mana eroncha, nemischa ham bor ekan. Mana rus tili ham bor ekan. Marhamat. Tanlaysiz, начало. Mana ekran juda ham go'zal. Bilmayman, bera olyaptimi yo'qmi. Kamera
boshqa telefonlarga qaraganda juda ham tez yondi. Demak, mana bunday qilib menyusini ko'radigan bo'lsak, qaysidir taraflari bilan iPhone'ga o'xshab ketyapti. Spishkasi. Manaki, juda ham endi hozir kameraga ko'rilmayapti. Dumaloq, go'zal yonib turibdi kamerasi. Ovozi ovozini eshitishlaringiz mumkin. Ancha-muncha baland ovoz chiqdi. Dinamiklarga gap yo'q. 2 dona qo'shig'i ham bor ekan. Podarkaga. Ishlash uchun zo'r. Tez. Hammasi ruscha. Shu uchun men yaxshi ko'raman. Vivo, Realme, Oppo telefonlarida birdaniga ruscha til ham chiqadi. Lekin aytaylik siz Redmi buyurtma berayotgan bo'lsangiz, u yerda afsuski bu rus tili bo'lmaydi. Uni siz proshivkasini o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda ma'lumotlarni ko'rib o'tamiz. Vivo va E500, 2.5 Hz, dimensiyasi 7300, 8 yadrli, 8 ga 8. 8 azu qo'shsa bo'lar ekan, yana qo'shimcha. 128 xotira, sжатие памяти. Akkumulyatorni qaranglar, juda ham go'zal. 8200 amperni tashkil qiladi. Bilmadim, endi bu 8200 amper necha kunga yetsa juda ham bir ajoyib deb o'ylayman. Hozir ozgina test qilib ko'raman kameralarni va o'zimizda fikrlar bilan yana bo'lishib ko'ramiz kameralarni hammasini ishlatib. Demak, aziz do'stlar, mana frontal kameramizga biz testimizni boshladik. Hech qanday mikrofon bu yerda yo'q. Xonamiz ancha-muncha qorong'i. Bitta narsasi yo'qdi, menga hozir ekran ko'rsatib turibdi. Yuzim qanday bo'lsa, birga bir ko'rsatyapti. Hech qanday qiziltirib yormayapti. O'sha qanday realni bo'lsa, retush qilmayapti lablarida yoki bo'lmasa boshqa narsa. Qanday bo'lsa, o'shanda ko'rsatyapti. Bu uchun umuman bilmayman, alohida bitta katta respekt. Mana turib sekingina yurishni boshlaymiz. Xonamizda qorong'i. Barcha stabilizatsiyalar ham shart emas, bu yerda tekshirish. Juda go'zal. Mana qorong'ilikdan yorug'likka ham juda ham ajoyib chiqdi. Bilmadim, go'zal. Endi esa asosiy kameraga ketdik. Demak, aziz do'stlar, mana hozir kameramizni testini ham boshladik. Men ko'rishim bo'yicha juda ham takoy plavniy olib ketyapti. Shogirdlarimiz ishlashyapti. Mana operatorimiz buni tashqarida yopishtirilgan, tashqaridan ichkariga qo'yib qo'ydik. Endi mana haqiqiy stress testlar qilib ko'ramiz. Qiynab. Demak, juda ham chiroyli. Plavno olib ketyapti. Bilmayman, stabilizatsiyasi bormi, yo'qmi? Lekin 2.660.000 ga juda ham go'zal bir sifatni beryapti deb o'ylayman. Demak, qani yaqinlashtirib ko'ramiz. 10x bor ekan. Yana emas, 10x yaqinlashtirsa, lekin baribir kuchi yetmayapti. Byudjet segmentdagi telefon o'zini puliga juda ham ajoyib ko'p narsani beryapti deb o'ylayman. Birdaniga o'sha rus tili, birdaniga 8500 amper qotmasdan ishlayapti. Endi esa bir yugurib ko'ramiz. Juda ham plavno olib ketyapti videoni. To'g'risi, realni qanday bo'ladi? Bilmadim. Sinab ko'ramiz. Aziz do'stlar, mana foto, video testlarimizni ko'rishingiz mumkin. Meni nazdimda juda ham ajoyib. Asosiy kamerasi 50 megapikselni tashkil qilarkan, frontal kamerasi esa 8 megapikselni. O'zini megapiksellarga qaraganda ranglarni juda ham chuqur, sochni ajoyib darajada olib beryapti. Endi esa 3-raundimiz. Bu har doimgidek bizda kuch test bo'ladi. Men hozir ko'rib chiqdim, bu telefonimiz chetga globalniy versiyaga hali chiqmagan ekan. 5-sentyabr hali bu issiqqina hali, endi bir oygina bo'lyapti. Mana bugungi video bilan agar hisoblayotgan bo'lsak, gabaritlari ham juda ham zo'r, og'ir emas, qo'lda juda ham akkuratni, chiroyli o'tiradi, bemalol hamma joyga yetadi. O'lchamlari ham juda ham kichkina, 213 gram, 163 ga 75, 82. Asosiysi ekran ramkasi deyarli yo'q. Samsunglarda o'sha oddiy bunaqa byudjet segmentida juda ham katta bo'ladi va qo'shimcha plus chexol beryapti va
bu yerda yana bir go'zal, bir ajoyib joyi AMOLED ekran. Ekranni yangilanishi 120 Hz ni tashkil qilyapti. Kartinkasi sochniy. Bu yerda mana o'zi 1 billion tsvet deyapti. Pikoviy yorug'ligi ko'chada men umuman qiynalmadim. Test qilgunimcha yorug'lik quyoshda 5000 nitni tashkil qilyapti. Bemalol qiynalmasdan tomosha qilib ko'rdim. To'g'risi juda ham go'zal deb o'ylayman. Ekrani, asosiysi ekrani nima uchun? Chunki ekranga juda ham ko'p qaraysiz. Android 15, MediaTek 7300 4 nanometrli texnologiya bilan ishlab chiqarilgan, 5G si bor. Bu yangi tipdagi prosessorlar, juda ham ajoyib, 8 yadrli, chastotalari 2500 Hz ni tashkil qilar ekan. Demak, 128 talik, 256 talik versiyalari bor. Bemalol tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yana bitta yoqqan tarafi suv va chang himoyasi IP68, IP69. Suv va chang va davleniya, bosim bilan agar ishlatadigan bo'lsangiz 24 soatgacha 1,5 metr suvni ostida ishlab turadi deb aytyapti. Endi bilmadim qanchalik haqiqatga yaqin bo'ladi, lekin menimcha shu bemalol agar tele suvga tushib ketdi, siz olib yana bemalol qoqib turib ishlatib keta olasiz degan umiddaman. Asosiysi bu yerda yana 90 wattli kuchli zaryadchik turibdi. Katta ehtimol bilan 20-25 minutda 20 dan 80 gacha spokойно 100 gacha to'ldirib beradi va 8200 amperni tashkil qiladi akkumulyator. Qanday qilib mana bunday kichkinagina telefonga qalin emas 8200 amperni joylashtirishdi? Qanday qilib? Karl deydi-ku, bilmadim. Menga ma'qul. To'g'risini aytsam 2600 ga Vivo telefoni juda ham ko'p narsani beryapti va o'zini puliga 2 marta arziydi. Endi aziz do'stlar, dizayni zamonaviy dizayn, juda ham futuristik, hozirgi telefonlardagiday kolonkalar ziyodi bilan ovozi juda ham chuqur, quloqingizgacha yetib boradi. Men tashqarida o'zimizda o'sha videolarni ko'rdim. Musiqani ham eshitdik. Go'zal. Mana hozir qo'yib beraman. Demak, aziz do'stlar, mana hozir kameramizni testini boshladik. Men ko'rishim bo'yicha juda ham plavniy olib ketyapti shogird. Demak, ovozi ham zo'r, har taraflama, musiqa eshitilishi ham, boshqa narsasi ham umuman a'lo darajada go'zal telefon. Dizaynga men 10 balldan qo'rqmasdan 7 ballni beraman. Bu yerda yana chexol, ekranlari juda ham chiroyli, kamerasiga ham 10 balldan bemalol 7 ballni beraman. Endi to'g'ri bo'ynaga flagmanlarimizga sal yetisha olmasligi mumkin, lekin videolarni baholi qudrat juda ham zo'r tushirgan. Kuchiga keladigan bo'lsak, mana ishlatdik, akkumulyatorlariga va protsessoriga bemalol qo'rqmasdan undan 8 ballni beraman. Agar boshqa telefon bilan bir solishtirishda iloji bo'lsa edi, men o'ylaymanki, o'zini segmentidagi mana shu telefonlarni bemalol, mana shu O'zbekiston sotilayotgan mana shu narxdagi telefonlarni bemalol joyga o'tkazib qo'yadi. Aziz do'stlar, agar sizga ham xuddi mana shunaqa yoki bo'lmasa boshqa telefonlar kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat pastdagi telefonlarga murojaat qilasiz, ozgina kutib turasiz, chunki butun O'zbekiston bo'ylab ishlaymiz va sizga birdaniga operatorlarimiz javob bera olmasligi mumkin, lekin baholi qudrat javob beramiz. Bitta telefon emas, hamma narsani bemalol buyurtma qilib berishimiz mumkin sizga. Ehtiyot qilsin bo'lsin, xohlang tadbir biznesingiz uchun kiyim-kechak yoki bo'lmasa boshqa narsalarni buyurtma qilishingiz mumkin. Agar sizga sifatli kargo kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini под ключ, rastamochka qo'lingizga qancha bilan kelishini, tegishini bemalol pastdagi telefonlarga qo'ng'iroq qilasiz yoki bo'lmasa yukingiz haqida ma'lumotni tashlaysiz, biz sizga hisoblab beramiz. Mutlaqo bepulga qancha bilan kelib tushishini. O'zimizni faoliyatimiz 7 yildan beri Xitoydan yuk olib kelyapmiz. Kargomiz esa ochilganiga 2 yil bo'lyapti. Demak, bemalol odamlar bizga yuklarimizni ishonyapti. Playlistimizga kirib turib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Siz bilan Akmaljon To'rayev va Akmal o'z jamoasi edi. Keyingi dasturda ko'rishguncha, xayr.